Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Kanalimda yana yangi futbol video. Bugun xudo xolisa RB Leipzig jamoasi o'z uyida FVL Wolfsburg jamoasiga qarshi Bundesligada uy uchrashuvini, ya'ni javob uchrashuvini o'tkazadi. Shu uchrashuvni biletini yozib olib qo'yganmiz endi. Bormasning iloji bor, lekin o'yin qiziq bo'lganligi sababli, ya'ni baribir stadiondan turib yakshanba buguncha bo'lib o'sha o'yinni ko'rib maza qilib dam olish imkoniyati bo'lganda nimaga yo'q deydi-yu. Hozir labimga ahamiyat bermaylar, to'g'risi. Yorilib ketganidan yorilib borib qonchib ketgandan sari osilib olganman. Ish qilib, hozir shu bilan ketolman o'zim. Bir o'zim ketaman. Adham akam bilan borishim kerak edi o'zi. Adham akam mendan keyingi poyezdni olib turib ketayotganliklari sababli biz alohida ketishimiz kerak. Men chunki Leipzigga borganimda bitta brat bilan birga shu Germaniya hayoti haqida, o'qish haqida, Ausbildung haqida video olmoqchi edik. O'shanga sal vaqtliroq borib, o'sha yerda kontent qiladigan bo'lsak, biz uchun yaxshi deb o'ylagandim. O'sha hozir shu bilan yo'lga tushamiz. Qanaqa borganimiz, o'yin qanaqa o'tgani hammasini shu videoda ko'rib olasizlar. Mana hozir sekin kiyinib yo'lga tushib ketaman. 3 minutdan keyin tramvayim. Shu bilan vokzalda bo'laman. Keyin 3 soat 20 minutlik yo'l. Har doimgidek. Hozir poyezdga chiqib qoldim. Shu bilan Leipzig 3 soat 26 minutlik yo'l. Mana 3 soatli yo'ldan so'ng yana 7 minutdan keyin yetib boraman xudo xolisa. Yetib keldim. Hozir endi ukamni kutib olib, ukalar bilan borib, keyin shu brat bilan borib ikkita video olamiz. Xudo xolisa yaxshi video bo'lishi kerak. Hozir Instagramga videolar olib turib, sekin endi hozir magazinga borib narsa olishimiz kerak. Sababi futboldan chiqqanimizda magazinga yopiq bo'lar ekan. Mana hozir kirib narsa olamiz magazinga, chunki ketishdan oldin uspet qilmas ekanmiz. Stadionga qarab ketyapmiz endi shu bilan. Biz stadionga qarab ketyapmiz. Qalay, chavo stadionga qarab ketishlar. Voy, vashsiz. O, mana stadion. Stadionga ham kelib oldik. Men orqada ukam sumkani topshiryapti. Topshirib oldingmi? Da. Noyaver. Endi shu stadionga qarab yo'l. Kirib oldik. Yana ukamni deb kechishdik, sababi noto'g'ri programmasiga ketib qo'ygan. Nima qilsa bo'ladi bu ukani? Uka kerak bo'lsa kommentariyaga yozinglar, tekin beraman borib. Charchagan holda tepaga chiqib oldik. Bu yerda chiroyli zakat, bu yerda stadion. Ovoz eshitilyaptimi yo'qmi bilmadim lekin. O'yinga vanoqat yetib keldim, lekin juda ham kechikdik. O'yinni 7-daqiqa, 8 daqiqa sut boryapti. Men endi kirdim stadionga. Hop, bu sut tomonidan hujum. Ma'lum. Xo'sh, Leipzig tomonidan hujum. O'ng qanotda sotib olingan. Oy! Mana pastda ko'rayotgan bo'lsanglar, bular Wolfsburg fanatlari. Ular ham normal, lekin Leipzig fanatlari bugun cho'ta boshqacha bor. U baribir qanaqangidir ovozi ko'tarilib qolgan. Voy. Mana 24-raqamda o'ynayotgan o'yinchi adashmasam Christensen bo'lishi kerak. Bu o'yinchini hammamiz shu bir marta futbol paytida yuragi to'xtab qolgandan bilsak kerak. Wolfsburg tomonidan hujum qilishga harakat qilishyapti, lekin ularda cho'ta ma'no yo'q cho'ta. Wolfsburg tomonidan kontrataka, hozir bilamiz hech bola bo'lmasligini, lekin mayli videoga olib qo'yilishi, может gol o'kitar. Yo'q, o'zlari tez bo'layotgan hujumni rasvo qilishdi. Hop. Leipzig foydasiga jarima zarbasi, ya'ni burchak zarbasi. Hop. Hech bola bo'lmadi, hozir ko'ramiz, ya'ni hujum davom ettiriladi. Christensen Leipzig tomonidan hujum. Lekin to'p o'zlarida qoldi, bor. Voy! Yaqin kelishdi. Leipzigdan kontrataka ketyapti. Leipzigdan kontrataka, hozir ko'ramiz. O'tgan safar mana shu bratimiz Eintrachtga qarshi hat-trick qilgandilar. Endi ko'ramiz nima. Voy, o'tdi. Voy! Maloch. Cho'ta g'alati bor-ku, o'yinni 29-daqiqasida o'zi varatar almashtirilyapti. O'yinni hozir 31-daqiqasi o'tib boryapti, lekin cho'ta o'yin qizimayapti, bor-ku. Ikkita tomondan ham bunaqangi xavfli hujumlar yoki xavfli zarbalar yo'q, to'g'risi. Leipzig nimadir qilmoqchi, lekin umuman o'xshamayapti. Wolfsburgda vashshi nimadir ham qilish niyati yo'q. Bitta odam topilmayapti, va shuni tarstilab sanchadigan. Kameramga cho'ta nimadir bo'lgan bor, yaxshi olmayapti kamera. Oy.
Hozir eshitsanglar, VfL Arshloh deyishyapti. Bu degani so'kinish. Ya'ni bu komandani so'kishyapti, haqorat qilishyapti desa ham bo'ladi, olib qarasa. Kontratak ketdi, nima qot. Voy! Zo'r chiqib keladi lekin boru. Davay, oldi, ketdi hujum qaytadan. Offside yo'q. Hop. Hozir mana shu yiqilib bergani bo'yicha shtraf bersa bo'lardi, boru. Yaxshi udar ko'rarmidik balkim. Standart vaziyat. Oy, yaxshi ketdi. Oy. Leipzig jamoasidan pozitsion hujum. Slishkam o'qiydigan pas berdi lekin boru. Buni katta buvi dodalarim ham o'qisa kerak edi menimcha. Brat maqos bo'tdi. Oy! O'rtada shunaqa zo'r pas bo'lganda, shuni Valverde bo'lganda, shuni Sancho urardi shu yerdan boru. Qani nima bo'lar ekan bunda hozir. Sancho zo'rlar odam bor, qiynab gol urtarsalar. Voy! Okay, ziradan chiqish uchun vaziyatni yo'q qildingiz. Videoga olmay qoldim boru. Lekin juda ham zo'r kirib boruvdi. Voy! Brat, yoningizda bo'sh turadi ham bratimiz. 7-raqam yaxshi red qildi lekin, bor yaxshi red qildi. Mana shu bola har o'yinda bilinadi deb baribir dribling yaxshiligi. Xo'sh, qani ko'ramiz nima bo'lar ekan. Hozircha hujum qilmas ekan, mayli videoni o'chiramiz unda. Voy! Varadardan jinni seyf. Leipzig hozir urib olishmasa, temp yana o'ladi keyin. Xo'sh, Wolfsburg tomonidan navbatdagi hujumga harakat va toza olib qo'yishdi. Burchak zarbasi oldida Christensen. Xo'sh, akamiz Uniteddagi bir paslardan qilarmikanlar? Pas yaxshi chiqdi, lekin ichkarida kurashgan odam yo'q. Wolfsburg baradari ichkariga qarab kopton Tef bordi, lekin yo'qda hech kim yo'q. Ko'rarmikanmiz Wolfsburgdan ham bir normalniy zarbalik hujum, chunki hali bir marta ham darvozaga bir zarba berishganini ko'rmadim. Christensen aka soldi yaxshimi? Xo'sh, Leipzig tomondan hop. Hozir o'yinimizning birinchi qismi, birinchi taym tugadi. Juda ham zerikarli o'yin bo'ldi. To'g'risini aytadigan bo'lsak, ikkita tomondan ham Varta tarafga qaratib zarbalar bo'ldi, lekin hech qaysisini xavfli bo'ldi deb ayta olmaymiz. Ikkinchi taymda ikkita jamoadan ham bir agressiv futbol kutib qolamiz, sababi biz gol ko'rgani keldik. Prosta takka kelib vaqtimiz sarflaganimiz niyatimiz yo'q, to'g'risi 2 soat prosta 0-0 shot ko'rish niyatim yo'q. Ikkinchi taym boshlandi. Leipzig foydasiga jarima, burchak zarbasi. Xo'sh, havoga ko'taramiz dotini. Hop. Ay. Mayli, hozir qaytadan pas bo'ladi. Yobay! Vota, bo'lsin. Jinni bo'lurdi lekin borib, umuman ish bo'la bo'lmaydi deb o'ylagandik bu hujumdan. Mayli. Boylar ham xato qilishadi. Wolfsburg yomon ketyapti, bor. Oy. Wolfsburg uyg'onib ketdi ikkinchi taymda, bor, to'g'risi, apasni o'ynashyapti. Tipa bosim qilishyapti. Hozir navbatdagi burchak zarbasi Wolfsburg foydasiga. Ko'tarmadi ham, biroq. Oy. Ushadi. Hozir hujum qaytadan boshlanadi. Aka nima qilyapsiz? Xo'sh, Wolfsburgda yana bitta hujum. Jinni bo'lsa bo'ladi, boru. Uzr so'kib yordim, chiqib ketib qoldi. Endi emotsiya deydi. Butun stadionda fushtak boschilik. Chunki juda ham ko'p vaqt yo'qotildi hozir. Bitta o'yinchiga birinchi yordam ko'rsatilishi kerak edi. To'p oldida
Christensen. Qani davay bratimiz. Hop. Hop. Hop o'tdi. O'tmadi. Brat varata boshqa joyda edi-yu. Hozir Wolfsburgdan yana bir qarshi hujum edi, lekin qarshi hujum pozitsion hujumga aylanib ketdi. Oy! Yomon tashab qo'ydi ustidan, lekin bor. Xo'sh, Leipzigdan. Hop. Qani ko'ramiz nima bo'lar ekan. Yaxshi kirdi. Voy! Boyagidaqa sakrab tepish kerak edi, bor. Voy! Varatardan yana bitta seyf bor-ku, jinni varatar. Tez buni Realga olib kelinglar dedi. Hech kim yo'qmi desam, bor ekan. Tep, onayni nima ko'r, bunda sanchib tashalaring gollarni, maza qilib ko'ringlar biz ham. Oy. Hop, ay. Wolfsburg zashitani yondiryapti. Voy. Yana vashi bola. Darvozabon shunaqa zo'r o'ynab turib, oxirida 2 olib berdi. Hozir yo'q joydan xato orqali Leipzig hisobni tenglashtirib ketdi. Wolfsburgga varatari juda ham zo'r o'ynayotgan paytida bitta noto'g'ri pas raqib o'yinchisiga to'pni berib qo'ydi va shu orqali gol bo'lib ketdi. Sal qoldi, hisob 2-1 ga kelardi bor. Wolfsburg uyg'onmasa bo'lmaydi cho'ta. Christian Eriksen. Wolfsburgdan ajoyib hujum. Voy! Gol, короче, gol bo'ldi dedi-yu. Endi Leipzig uyg'onmasa bo'lmaydi, pishadi bo'lmasam. Wolfsburg jini kirib ketdi. Voy, o'ziniki, xalaqit qo'ydi. Leipzigdan navbatdagi hujum. Yugurmaysanmi 7-raqamdagi Sana Qanotinko? Ya Vinicius. Leipzig hamma narsa qilib urinib ko'ryapti, lekin baribir hop. Voy! Yonimdagini eshitdilarmi baqirganni? Voy! Zo'r raid qildi bir o'zi bor, lekin. Voy! Eshiz! Oy! Yomon o'yin qizyapti, vara ko'rmayotganlar deb o'yinni. Leipzigdan kontrataka. Ey! Yana shu kontrataka ketdi bu yerdan. Ha. Qo'liga tegdi, mayli. Basharasiganmi? Yo'q. Voy. O'rtada hech kim yo'q edi, orqa terishga qilgani. O'yin qizigandan qizib bormoqda, Voy. Ya shunaqa ham aylanadimi? Tortib qolding Angli lekin. Qo'lim qaltirayapti, juda ham sovqatib ketganman sababi. O'tdi! Voy!
o'yinning oxirgi daqiqalari juda ham anaqangi o'tyapti, agressivniy bo'libchi. Voy, fanatlarni ko'rmayapsizlar devoru. Shu bilan o'yin 2-2 hisobida yakunlandi. Shu bilan o'yinimiz o'z yakuniga yetdi. Yakuniy hisob 2-2. Biz albatta Leypsig jamoasidan g'alaba kutgandik. Sababi agar bular top 4talikda qoladigan bo'lsa, sezon oxirida keyingi yilgi Chempionlar Ligasiga chiqishadi va shu orqali biz o'zimizga Chempionlar Ligasi o'yinlariga kamida 4 ta o'yinga bilet olish imkoniyatiga ega bo'lardik. Endi sezon oxirigacha kutamiz, balki Leypsig 4 talikka kirishi uddalar, chunki o'tgan yili na 6 talikka ham kirishga umid qilishmadi. O'sha sababli bu yil ularda hech qanaqangi xalqaro chempionat yo'q. Umid qilamiz endi 4 talikda, hatto 6 talikda qolishadi. Shu bilan biz videomizni yakunlaymiz. Nima deymiz endi? Hammalardan ushbu videoga yoqqan bo'lsa, like, kommentariyalar kutib qolaman. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ko'p futbol haqidagi videolarni albatta Abdurahmonov 1809 kanalidan topib olasizlar.